kuzatuvchilarimiz, mana biz Chirchiq shahridamiz. Biz Ali bozor do'konni obzor qilmoqchimiz. Surxondaryodan keldik. Fikrlaringizni bildirib ketingizlar, faqat negativ yozmanglar. Katta futbolkalar, trikolar, aytgan kiyimlaringiz bor, ketdik obzor qilamiz. Biz Ali bozorimizda bizni sizlarga mijoz borimiz. Ishlar xush muomalaga Ali bozor. Mana biz Zakir bug'una keldik. Ali bozorga, bu bilasizmi qayerda? Chirchiq shahar markazida joylashganmi? Mana shu ukamiz sumkani men olganim safar shuni ichini to'ldirib ketaman. Nima beradi bilmayman bular. Ana shu ukamiz o'tgan marta shu trikani menga tavsiya qilib edi. Bu trika semiz odamlar mazza. Mayim sovib o'tkazadi. Trika olaman deb mana bu shu trikadan ham ko'ramiz. Bu faqat vazni borlarga zo'r, semiz odam. Mana shu futbolkani taklif qilyapsiz menga. Bu yigit kim taniydi? Bitta repost bilan bir kommentariy yozib ketingizlar. Bu futbolka bo'ladimi yo'qmi bilmayman, ko'ramiz. Ko'proq menga O'zbekistonda tikiladigan paxta futbolkalar to'g'ri keladi. Sababi bu keng shokolad. Semiz bitim sizda emas. Faqat to'xtab qolma, atlet yo'lda ko'rishamiz. Agar to'xtab qolsang, orzularing orzuligicha qolib ketadi. Maqsadlaringga har doim tochka qo'yishni o'rgan. Virgul hayotingni qiynab oladi. Faqat tochka. Baxtli bo'l.